Maktab yillari ma'lum ma'noda inson taqdirini belgilab beradi. Kelajakda qanday inson bo'lishimiz bevosita aynan shu davr bilan bog'liq. Agar siz maktabni yomon ko'rgan bo'lsangiz, o'sha davrni eslasangiz, darhol o'zingizga bo'lgan ishonchsizlik, mukammal emasligingiz haqidagi hissiyot yoki hatto sizga shafqatsiz munosabatda bo'lgan sinfdoshlaringizga nisbatan nafrat uyg'onishi mumkin. Yoki aksincha, maktab siz uchun hayotingizning eng yaxshi davri bo'lgandir balki. Unutilmas xotiralar, samimiy quvonch va sadoqatli do'stlarni aynan o'sha yerdan topgandirsiz. Ammo tasavvur qiling, ortga qaraganingizda sog'inch emas, balki og'riq va tobora kuchayib borayotgan qo'rquvni his qilsangiz-chi? Agar maktab yillari tufayli siz endi hech qachon o'zingizni xavfsiz his qila olmasangiz-chi? Yoningizda o'tirgan insonga ishona olmasangiz va bir lahza ham hushyorlikni yo'qotmasangiz-chi? Massachusets shtatining Danvers maktabi o'quvchilari aynan shunday holatni boshdan kechira boshlashdi. Danvers shaharchasi o'ziga xos tarixga ega. U dastlab mashhur Salem shahrining bir qismi bo'lgan. Aynan o'sha Salem 1692-yilda butun dunyoga mashhur jodugarlar ovining markaziga aylangandi. Ammo bugungi hikoya jodugarlar haqida emas. Garchi voqealar Halloween bayrami arafasida sodir bo'lgan bo'lsa ham, bugungi kunda Danvers Boston shahridan taxminan yarim soatlik masofada joylashgan. 27 ming aholiga ega tinch shaharcha. Bu yerga oilalar farzandlarini osoyishta muhitda voyaga yetkazish uchun ko'chib kelishadi. Har kuni bolalarni 1000 ga yaqin o'quvchi tahsil oladigan mahalliy maktabga olib borishadi. Bu yerda yuzlab o'qituvchilar faoliyat yuritardi. 2013-yilda Colin Ritzer ham ana shu o'qituvchilardan biri edi va u algebradan dars berardi. Colin 1989-yil 18-avgustda juda ahil oilada tug'ilgan. U bolaligidan kelajakda kim bo'lishni aniq bilardi. U o'qituvchi bo'lishni orzu qilgan. Bu orzu uzoq yozgi ta'til uchun emasdi. Yo'q, u bolalarni ilhomlantirishni, ularga dalda bo'lishni va yordam berishni juda istardi. Danvers maktabida ishlayotganiga endigina 2 yil bo'lishiga qaramay, o'quvchilar uni allaqachon juda yaxshi ko'rib qolishgandi. Colin har bir o'smir bilan ishlashda alohida yondashuvni topa olardi. Ko'pchilik matematikani aynan Colin dars bera boshlaganidan keyingina sevib qolganini tan oladi. 2013-yil 22-oktyabr seshanba kuni ham odatdagi o'quv kuni singari boshlandi. Colin soat 2 gacha dars o'tdi. Shundan keyin esa algebra fanidan qo'shimcha yordamga muhtoj o'quvchilar bilan qolishni rejalashtirgandi. Soat 14:54 da Colin sinfdan chiqib, hojatxonaga yo'l oldi. Aynan shu lahzadan boshlab dahshatli voqealar yuz berdi. Darslar tugaganidan taxminan 1 soat o'tib, ya'ni soat 16 lar atrofida o'quvchilar mashg'ulotlardan chiqib, turli to'garaklar va sport seksiyalariga tarqalishdi. Keyin esa odatdagidek uylariga qayta boshladilar. Ammo kun kech bo'lgan bo'lsa-da, ayrim ota-onalar xavotirga tushdi. Bu Colin Ritzerning ota-onasi, Peggy va Tom Ritzer. Qizlariga qayta-qayta qo'ng'iroq qilishdi ular. Biroq Colin telefonni ko'tarmasdi. 24 yoshli Colin qo'shni shaharchada ota-onasi bilan yashardi va bu paytga kelib allaqachon uyiga qaytgan bo'lishi kerak. Otasi maktabga kelib, qizining mashinasi hanuz avtoturargohda ekanligini ko'rdi. U maktab ichiga kirib, kimdir qizini ko'rgan yoki ko'rmaganligini surishtira boshladi. Ammo hech kim Colinni ko'rmagan edi. Shunda uning hamkasblaridan biri qizning sinfida shaxsiy buyumlar ham yo'qligini aytdi. Ota-onasi avvaliga Colin do'stlari bilan ketgan va bu haqda ogohlantirishni unutgan bo'lishi mumkin deb o'yladilar. Ular barcha tanishlarga qo'ng'iroq qilishdi. Ammo Colin hech qayerda yo'q edi. Vaziyat tobora jiddiy tus ola boshladi. Shundan so'ng ular politsiyaga murojaat qilib, qizlarining bedarak yo'qolganini ma'lum qildilar. Ammo o'sha oqshom telefonlarga tikilib, vaqt o'tishini xavotir bilan kuzatayotgan faqat Colinning ota-onasi emasdi. Dars tugagach, o'quvchilar turli mashg'ulotlarga ketishgandi.
Ulardan ayrimlari futbol mashg'ulotlariga yo'l olishgandi. Futbol murabbiyi jamoaning eng iqtidorli futbolchilaridan biri 14 yoshli Filip Chisim mashg'ulotga kelmaganini payqadi o'shanda. Murabbiyni bu holat unchalik tashvishga solmagan bo'lsa-da, Filipning onasi Diana uchun bu juda g'alati holat edi. Filip odatda uyga hech ham kech qolmasdi. Ular atigi 2 oy avval Tennessee shtatidan Danversga ko'chib kelishgandi. Filip hali yangi do'stlar orttirishga ham ulgurmagan. Diana esa o'sha paytda Filipning otasi bilan ajralish jarayonini boshdan kechirayotgandi. Bu holat o'smir uchun juda og'ir kechayotgandi. Bir tomondan ota-onasi janjallar bilan ajrashayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan u o'zi sevgan qizi va ko'plab do'stlari qolgan Tennessee shtatini tark etishga majbur bo'lgandi. Filip bir necha bor Danvers maktabida o'qishni istamasligini aytgan. U bu yerda o'zini begonadek his qilardi. Hatto boshqa o'quvchilar uni masxara qilishayotgandek tuyulaverardi. O'g'li uyiga qaytmayotganidan xavotirga tushgan Diana soat 18:34 da politsiyaga qo'ng'iroq qilib, 14 yoshli Filip Chisimning yo'qolganini ma'lum qildi. Politsiya darhol qidiruv ishlarini boshladi. Maktab direktori barcha xodimlarga elektron xat yuborib, o'quvchilardan biri bedarak yo'qolganini ma'lum qildi. Taxminan shu vaqtning o'zida yana bir qo'ng'iroq bo'ldi. O'qituvchi ham yo'qolgan edi. Ma'lum bo'lishicha, maktabda Colin va Filipni oxirgi marta birga ko'rishgan. Darslardan keyin sinfda qolgan. Colin esa unga algebra bo'yicha qo'shimcha dars o'tgan. Ularning birga ko'rilgani va keyin ikkalasining ham yo'qolib qolishi kichik shaharchada darhol turli mish-mishlarning tarqalishiga sabab bo'ldi. Odamlar orasida hatto yosh o'qituvchi va o'quvchi birga qochib ketgan bo'lishi mumkin degan gaplar ham paydo bo'ldi. Lekin politsiya bunday taxminlarga ishonmadi. Ular qidiruv ishlarini birinchi navbatda Filipga qaratishdi. Chunki u voyaga yetmagandi va uning yo'qolishi eng xavotirli holat deb hisoblandi. Tez orada tergovchilar Filipning telefon signalini tekshirishdi. Uning telefoni soat 16:30 atrofida mahalliy kinoteatr hududida aniqlandi. Filip u yerda film ko'rgan, biroq politsiya yetib borguniga qadar kinoteatrdan chiqib ketgan edi. Shundan so'ng tergovchilar yana bir savolga duch kelishdi. U haqiqatan ham qochib ketdimi yoki boshqa narsa sodir bo'lganmi? Politsiya patrullari Danvers ko'chalarini tekshirayotgan bir paytda boshqa tergovchilar maktabdagi video kuzatuv kameralarini ko'rishni boshlashdi. Ularning maqsadi Colin va Filip qo'shimcha dars bilan band bo'lgan vaqtida sinfda nimalar sodir bo'lganini aniqlash edi. Shu bilan birga maktab binosi ham to'liq tekshirildi. Ko'p o'tmay Colinning sinfi yonidagi qizlar hojatxonasida qonga o'xshash dog'lar topildi. Bu topilma tergovni butunlay boshqa yo'nalishga burib yubordi. Oradan ko'p o'tmay maktab yaqinidagi o'rmon hududida kuzgi barglar orasidan Colinning sumkasi ham topildi. Lekin sumka deyarli bo'sh edi. Ichida na pul, na bank kartalari va na shaxsini tasdiqlovchi hujjat bor edi. Bu holat tergovchilarga bitta aniq fikrni berdi. Demak, bu qidiruv ishlari yaxshilik bilan yakunlanmasligi mumkin. Afsuski, ularning taxmini to'g'ri chiqdi. Yarim tundan biroz o'tib, patrul xodimi Denversdan taxminan 10 daqiqa uzoqlikdagi Topsfield shaharchasi yaqinida yo'l chetida ketayotgan o'smirni ko'rib qoldi. Yaqinlashgach, u Filip Chisim ekanini aniqladilar. Politsiya uni darhol to'xtatdi. Filipning ryukzagini tekshirishganda dahshatli narsalar topildi. Ichida qon bilan bo'yalgan kanselyariya pichog'i, ayollar ichki kiyimi, Colin Ritzer nomiga tegishli bank kartalari va uning hujjatlari. Dastlab Filip hamma ayblovlarni rad etdi. U faqat Colinning mashinasidan narsalarni o'g'irlaganini aytdi. Lekin tergovchilar darhol so'rashdi. Unda pichoqdagi qon qayerdan keldi? Filip bir soniya ham ikkilanmadi va sovuqqonlik bilan javob berdi. Bu Colinning qoni, dedi u. Shundan so'ng u yana bir dahshatli gapni aytdi. Men uni o'rmonda qoldirdim. Endi unga yordam berib bo'lmaydi. Taxminan soat 3lar atrofida politsiya Filip ko'rsatgan joyga yetib bordi. O'rmon ichida ular katta g'ildirakli chiqindi konteynerini va qonli qo'lqoplarni topishdi. Atigi 2 metr narida barglar ostida Colin Ritzerning jasadi yotardi. U deyarli kiyimsiz holatda edi.
tanasi qon ichida bo'lib, eng og'ir jarohatlar bo'yin va bosh qismida aniqlandi. Tergovchilarning aytishicha, jasad ataylab tahqirlovchi holatda qoldirilgan. Yaqinida qo'lda yozilgan yozuvlar ham topildi. Unda muallif atrofdagi odamlarga nisbatan nafratini bildirgandi. Shu paytdan boshlab tergovchilarni bitta savol qiynay boshladi. 14 yoshli o'smir bilan uning yosh o'qituvchisi o'rtasida bir necha daqiqa ichida nimalar sodir bo'lgan o'zi? Danvers maktabida taxminan 140 ta video kuzatuv kamerasi o'rnatilgan edi. Ammo barcha kameralarni bir tizimga bog'lovchi markaziy kompyuter eski bo'lgani sababli yozuvlarni tahlil qilish ancha qiyin kechdi. Videolar tartib bilan raqamlanmagandi. Bu esa ularni birlashtirishni yanada murakkablashtirardi. Tergovchilar nihoyat barcha yozuvlarni yig'ib, videolar zanjirini tiklashga muvaffaq bo'ldilar. Ko'rganlar esa ularni larzaga soldi. Soat 14:54 da Colin sinfdan chiqib, qisqa vaqt ichida ayollar hojatxonasiga yo'l oladi. Uning ortidan Filip ham sinfdan chiqadi. U bir lahza kameraga qarab turadi. So'ng orqaga bir qadam tashlaydi va kapshonini kiyadi. U Colinning ortidan boradi. Hojatxona eshigi oldiga kelgach, xotirjamlik bilan qo'lqop kiyadi. Keyin taxminan 11 daqiqa ichida ichkarida nima bo'lgani kamerada ko'rinmaydi. Shu payt boshqa bir qiz hojatxonaga kirishga urinadi, lekin eshikni ochib ichkariga qaragach, darhol chiqib ketadi. U keyinchalik ichkarida g'alati holatni ko'rganini, lekin uni noto'g'ri talqin qilganini aytadi. U ichkarida kimdir kiyim almashtiryapti yoki boshqa bir holatda bo'lgan deb o'ylagan. Shundan so'ng Filip tashqariga chiqadi. Kiyimlarni almashtiradi va yana sinfga qaytadi. Soat 15:14 da u yana qaytadi. Colinning sumkasini olib chiqadi. Keyin chiqindi konteynerini hojatxonaga olib kiradi va uni sudrab tashqariga chiqaradi. U yuziga chang'i niqobini kiyadi va hech kim tomonidan to'xtatilmasdan konteynerni maktabdan tashqariga olib chiqib ketadi. Taxminan 25 daqiqadan so'ng Filip yana ko'rinadi. Bu safar u yalangoyoq va qonga belangandi. U yana kiyimlarni almashtiradi, qora kiyim kiyadi va maktabni tark etadi. Keyin esa kinoteatrga boradi. Film tomosha qiladi. Telefonini sindirib tashlaydi va yo'q qiladi. U Colinning kredit kartasi bilan kafeda ovqatlanadi. Politsiya uni topmaguncha shahar bo'ylab yurishda davom etadi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Filip Colinga kamida 16 marta bo'yin sohasiga pichoq urgan. Keyin u jasadni chiqindi konteyneriga joylashtirib, o'rmonga olib borgan. U yerda yana dahshatli harakatlar sodir etilgan va jasad tahqirlovchi holatga keltirib qoldirilgan. Sud tibbiy ekspertlarining eng dahshatli xulosasi shundan iborat bo'ldiki, Colin jarayon davomida hali tirik bo'lgan bo'lishi mumkin va qon yo'qotish natijasida vafot etgan. Filip o'zini aybsiz deb tan oldi va sudgacha maxsus voyaga yetmaganlar muassasasiga joylashtirildi. Sudgacha u qo'riqlanayotgan muassasada saqlanar edi. Agar u o'zini oqlashga umid qilgan bo'lsa, bu juda katta xato albatta. Bir kuni u o'tkir uchli qalamni olib, ayol qo'riqchini kuzatib, kiyinish xonasiga kiradi va unga hujum qiladi. Faqat boshqa xodimlarning tez aralashuvi tufayli ayol qutqarib qolinadi. U jiddiy jarohat olmagan, ammo Filip uni bo'g'ishga va urishga uringani tasdiqlanadi. Shunday qilib sud jarayoni 2015-yilda boshlandi. Shtat qonunchiligiga ko'ra, bunday og'ir jinoyatlarni sodir etgan voyaga yetmaganlar kattalar kabi sud qilinishi mumkin. Filipni ayblash uchun dalillar yetarli. Himoya taraf Filipda ruhiy kasallik borligini, xususan shizofreniyaning boshlang'ich darajasi aniqlanishi mumkinligini aytadi. Biroq prokuratura buni rad etadi. Psixiatrlar uning ruhiy kasal emasligini, aksincha, u nima to'g'ri va nima noto'g'riligini to'liq anglaganini, harakatlarini ongli ravishda amalga oshirganini ta'kidlaydilar. Sud Filipni aybdor deb topdi. Unga umrbod qamoq jazosi berildi. 25 yildan keyin shartli ozodlik imkoniyatidan foydalanishi mumkin. Bundan tashqari yana 2 marta 40 yillik qo'shimcha muddat tayinlandi. Shuningdek, u qo'riqchiga hujum bo'yicha ham alohida javobgarlikka tortiladi. Bu ishning eng dahshatli jihati shundaki, jinoyatni hech kim shubha qilmagan, tinch va xotirjam deb hisoblangan o'quvchi sodir etganida edi. Uning harakatlari oldindan rejalashtirilgan bo'lib chiqdi.
va u hatto jinoyatdan keyin oddiy hayot tarzini davom ettirishga ham uringan. Kinoga borgan, ovqatlangan va shahar bo'ylab sayr qilgan. Collinning xotirasi esa maktab va jamiyatda yaxshi ishlar bilan eslab qolindi. Uning sharafiga stipendiya ta'sis etildi va har yili Collin nomi bilan xayriya tadbirlari o'tkazib kelinadi. Ogoh bo'ling va xulosa chiqaring. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang.